Türkiye'de yaşayotgan Uyg'ur qizi Sumayya Abdulmajid Sharq Turkistondagi tuqqanlari haqida guvohlik berdi. U G'o'lji shahrida turishliq 53 yoshlik hammasi Marhaba Abdushukur bilan 25 yoshlik qizi Nigora Abdushukurning dastlabda tutilib lagerga qamalganligini, keyincha 19 yillik qamoq jazosiga uchirganligini aytdi. Onun deyishicha, ularning gunohsiz holda xohlagancha tutib turilishiga 2015-yili Turkiyaga kelib 15 kun sayohat qilganligi sabab bo'lgan. U Türk İslam Dünyası, Birleşken Devletler Teşkilatı ve başka kişilik hukuk teşkilatlarını Uygurlar için gap qilishga chaqirdi. Sharq Turkistonda Xitoy zulmiga uchirgandan keyin qiyin sharoitlar ostida Qozog'istonga panohlanib kelgan qozoq ayol o'zlari shohid bo'lgan ahvollarni jamoatchilikka oshkorladi. Ular biz qozoq bo'lganligimiz uchun qutuldik, lekin Uyg'ur qarindoshlarimizning kuni test edi. Shu bolaning dadisi bo'lgan 50 yoshlik Baxt Nurali o'zining 1 yil 8 oy naqalda jazo lagerida tutib turilganligini va hayotidagi eng og'ir kunlarni boshdan kechirganligini, oxirida salomatligining yor bermasligi sababli qo'yib berilgan kuni qizini elib Qozog'istonga kelganligini bildirdi. Uning ayoli Gulnar xonim boshqa 2 bolasini elib 3 oydan keyin Qozog'istonga kelgan. Ular yana eng og'ir zulm ko'rayotganlarning bo'lsa, Uyg'urlar ekanligini ta'kidlab, biz qozoq bo'lib qolganligimiz uchun Xitoydan qutulib chiqaldik, Uyg'urlarga mumkin emas dedi. Hong Kongda o'tgan yili 6-oydan boshlab hozirgacha davomlashayotgan namoyishlar Yangi yilning tunji kunida davomlashdi. Hong Kongda Yangi yilning tunji kunida Victoria bog'chisida to'plangan 100 minglagan kishi soqchilarning qilmishlarining mustaqil tekshirilishi va qo'lga ilinganlarning kechirim qilinishini talab qilib zo'r ko'lamli yurish o'tkazdi. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, Victoria bog'chisidan boshlangan yurishga Hong Kongdagi eng chong savdo saroyi bo'lgan Sogoning oldidan qo'shilgan minglagan kishi bilan faoliyat texmi zo'raygan. Hong Kongda o'tgan yili iyunda jinoyat gumondorlarining Xitoyga o'tkazib berilishiga qarshi boshlangan namoyishlarda soqchilar bilan namoyishchilar orasida ko'p qatam to'qinish yuz bergan edi. İslamobodda imzolangan yangi erkin savdo kelishimiga asosan Xitoy yuzlagan Pokiston mahsulotlaridan tambojni bizni kechirim qiladi. Erkin savdo kelishimining ikkinchi bosqichli kelishimida ikki taraf orasida 15 yildan buyon ilinib kelgan tambojni bezini 25% ni amaldan qoldirish yoki ozaytish qatorliq mazmunlarga yer berilgan. Xitoy Pokistonning to'qilma buyum, dengiz mahsulotlari va teri qatorliq 300 dan ortiq eksport mahsulotlariga qarata boj kechirim qiladi. Pokiston bo'lsa Xitoydan keladigan xom modda va og'ir tipli mashinalarning Pokiston bozoriga kirishiga texmi ko'p imkoniyat bilan ta'minlaydi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida davlatining yadro qurollarini taraqqiy qildirishni davomlashtirganligini va yangi bir strategiyalik qurolni eng qisqa vaqtda e'lon qiladiganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump bo'lsa, Kim Jong Un so'zida turadigan odam mencha yadro qurollarini azaytish haqida bergan va'dasiga amal qiladi dedi. Shimoliy Koreya davlat televiziyasining bildirishicha, yadro silinish muzokaralarining yangidan boshlanishi uchun Amerikaga bergan muddat yil oxirida to'shqan.